Katta xamir yoyishga qiynaladiganlar uchun osongina, eng asosiysi esa juda ham mazali, yumshoqqina mini o'rama xonim tayyorlaymiz. Ishni xamir tayyorlashdan boshlashimiz kerak bo'ladi. 200 ml suvga 1 choy qoshiq tuz hamda 50 dan 350-400 grammga yaqin unni o'tkazib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni bir xil olti zuvalagi bo'lib, ustini yopgan holda tinishi uchun 20 daqiqaga xonada qoldirishimiz kerak bo'ladi. Nachinka uchun 300-400 gram yog'liroq go'sht, mayda to'g'ralgan 3 tadan piyoz va kartoshka, tabga ko'ra tuz, zira, murch qo'shib hammasini aralashtirib olamiz. Endi tingan zuvalalarni bittadan yupqa qilib ochishimiz kerak bo'ladi. Men taxminan diametri 32-35 cm da yoyib oldim. Yoyilgan xamirga nomiga yog' surib, ustiga nachinkadan joylashtirib chiqamiz. Endi bu xamirni o'rtasidan bo'lib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olishingiz kerak bo'ladi. Tugilgan xonimlarni yog'langan qasqon listiga taxlab, suv bug'ida 30 daqiqa atrofida pishirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek xonimlar tayyor bo'ldi. Xamirlari bir xil yupqaliydi, yumshoqqina, eng muhimi esa osongina yoyilgan. Bu xonimni mazali sos va ko'k piyozlar bilan dasturxonga tortishinglarni tavsiya qilaman. Albatta sizlar ham ushbu usulda tayyorlab ko'ringlar. Fayzli oshxonamda keyingi video retseptlarda ko'rishguncha, hammalarga xayr.